Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Liz Truss Xitoyning yuksalishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi. Ukraina urushi yer shari kuch munosabatini o'zgartmoqda. Gollandiya havo armiyasining Uyg'ur havo armiya komandiri xizmatdan to'xtatilgan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Liz Truss Xitoyning yuksalishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi. Telegraf Tour'ning 17 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Liz Truss juma kuni atdiganda Yaponiyada qilgan so'zida G'arbning hozir mustabid Xitoyning qad ko'tarishini to'sish uchun harakat qilishi kerakligini ogohlantirib, Rishi Sunakni texmi qattiq pozitsiyada bo'lishga chaqirdi. Erkin dunyo xatar ichida, biz davolib turgan iqtisodiy davrda yashayapmiz. Pul muomala krizisidan yuqumning yeyilishiga qadar og'ir zarbaga duch keldik. 30 yil burunqiga solishtirganda Dünya nüfusunun az qismi demokratiyani yaşavatıdı dedi. Angliya terrorlikqa qarshi turish saqchi boshlig'i Matt Jokis Angliya zaminida Xitoy saqchi punktinin mavjudligidan andish qilganligini bildirib, Angliya zaminidagi shaxslarni qo'rqitish, parakendichilik silish yoki ularga ziyonkashlik qilishga urinishga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Sodada xalqaro qonun ijro qilish ahdnomasining sirtida harakat qilishga urinishni qabul qilg'ili bo'lmaydi hamda to'xtatiladi degan. Dünya Xitoyning kun sayin kuchayotgan ta'sirini ogohlantirmoqda. O'tgan yili yozda Liz Truss Tayvanni qurol bilan ta'minlashni qo'llaydiganligini bildirib, biz cho'qim Tayvanning o'zini qo'g'dishiga kafolatlik qilishimiz, erkin dunyoda o'rtaq tirishishimiz kerak. Tayvanni qo'llash uchun qo'limizdan kelganini qilish to'liq muhim, chunki oldin olish davolashdan yaxshi. Iqtisod va mudofaada munosabat o'rnatilsak, Tayvanning hurligining qo'g'dilishiga yordam bera olamiz degan. Xitoyning roli sababidan Ukraina urushi yer shari kuch munosabatini o'zgartmoqda. Al Jazeera xabar kanalining 23 fevral kunidagi xabarida aytilishicha, Rossiya-Ukraina urushi 52-haftaga kelganda xalqaro munosabatga ko'rinarli ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Chunki Washington Rossiya prezidenti Vladimir Putinni mag'lub bo'ldi deb e'lon qildi. Moskva yadro tahdidini yengiladi. Xitoy Amerikaga qarata texmi qattiq pozitsiya tutdi. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainani ishg'ol qilish uchun oldi bilan Ukrainaning Donbas rayoniga bosib kirgandan 1 yil o'tgandan keyin Amerika prezidenti Ukrainani ziyorat qilib, Rossiyaning mag'lub bo'lganligini aytdi. Zelenskiyni o'zi bilan o'xshash o'rinda qo'ymagan Putinga raddiya berib, Zelenskiy Putinning qimmatli raqibi, Ukraina Rossiya uchun asla g'alaba emas dedi. Ammo Putin tarixiy tuproqlarini davlatining bexatarligini qo'g'dash uchun 1 yil avval urush qilishni qaror qilganligini va buningda haqli ekanligini, chegarasida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi bo'lgan Ukraina davlatining bo'lganligi uchun bexatarligidan andish qilganligini aytib, G'arb davlatlarini yangi mustamlikachi, tajovuzchi deb aybladi. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov 3-dunyo urushining portlash ehtimoli borligini aytdi. Putin Rossiyaning strategik hujum qurollari kelishimiga qatnashishning to'xtatilganligini aytgan bo'lsa-mu, 2021 yili yangilangan 5 yillik kelishimnomidan to'liq chekinib chiqqanligini aytmadi. Davlatning yadro energiya agentligiga yadro qurollari sinoqlarini yangidan elib berishni buyurdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ziyoratini qizg'in tabrikladi va Si Jinpingning Rossiya ziyoratini 4 ko'zi bilan kutadiganligini aytdi. Agar Xitoy Rossiyani qurol bilan ta'minlasa, Amerika bilan Xitoy bu urushga yordam berishda chempionlik talashgan bo'ladi. Bu balkim Xitoyni Amerikadan qolsa cho'ng davlat darajasiga ko'tarishi, Rossiyaning o'rnini tuvalatishi mumkin. Xalqarada Ukraina urushini cho'rdigan holda shu natijalar borliqqa keldi. Kiyev pochtasi va boshqa axborotlar Rossiyaning Belarusiyani bo'yin egdirish va mustaqilligini parchalashga aloqador 17 betlik bir hujjatni oshkorladi. Hujjatning ro'yi bo'yicha bo'lganda Belarusya 2030 yilgacha Rossiya bilan birlashishi, axboroti Moskvaning kontroli ostida bo'lishi, Kiyevning harbiy sanoati Moskvaga yetkazilishi kerak deyildi. Begunoh onasi va yangisi Xitoyning turmasiga qamalganlik uchun Gollandiya havo armiyasining komandiri xizmatdan to'xtatilgan. In el vaqti xabar to'rining 22 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Gollandiyadagi havo mudofaa komandiri Munirdin Yadkar 2017 yili Xitoylar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamayotgan vaqtda onasi bilan oxirgi qatim telefonda so'zlashgan.
Yangisi Ayxan Ahmet bilan WeChat orqali aloqa qilib, 2018-yili onasining Xitoy tajovuzchilari tarafidan tutqun qilinib, jazo lageriga qamalganligidan xabar topgan. Bu vaqtda u Kaliforniyada xizmat qilayotgan bo'lib, Edward Hava armiya bazasidagi yuqori darajalik amaldorlarga ahvolni aytib, onasining lagerdan qutulish uchun Gollandiya hukumatining yordam qilishini talab qilgan. Uning yuqori darajalik amaldori uningga Gagadagi tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa qilishni aytgan bo'lsa-mu, tashqi ishlar ministrligi yordam qila olmaydiganligini aytgan. U davlat mudofaa xizmati bilan shug'ullanayotgan vaqtlarda harbiy axborot mulozimati xodimlariga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qilayotgan zulmidan ma'lumot bergan. 2019-yilning boshida Gollandiya axborot va bexatarlik mulozimatining 2 nafar fuqarocha kiyingan xizmatchisi uning Amerikadagi uyida paydo bo'lib, qattiq harbiy so'roq olib berib tekshirgan. 2019-yili yozda Edward Hava armiya bazasidagi amaldori uningga ijtimoiy aloqa hisobotini o'chirib etishni aytgan. 2019-yilning oxirida Gollandiyaga qaytib kelgan. Uyda bir necha oy o'tirgandan keyin davlat mudofaasi uni 2020-yili 6-oyda Beredadagi havo armiya markazida uchur direktori qilgan. 2021-yili 7-oyda ministerlik uningga Xitoy ko'ngil biladigan doiraning sirtida xizmat qila oladiganligini aytgan. Uzoq o'tmay uning qo'mondoni Beredadagi bazaga kirish kartasini topshirishni buyurgan. 2022-yili 11-oyda Tashqi ishlar ministrligidan onasi va yangisiga aloqador ma'lumotlarga erishgan. 2018-yili 12-oyda tajovuzchi Xitoy uning onasini terrorlik harakatini qo'llagan, milliy o'chmanlik va kamsitishga qudratlilik qilgan deb qaralab 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Yangisiga qonunsiz turda chet el qurolli kuchlarini uchur bilan ta'minlagan deb qarchaplab 15 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.